Men Muhsinali va Saboxon Tohirovna Namangan viloyati Pop tumani Kelachi mahallasida 1970-yil 27-avgustda xizmat joylarida tavallud topganman. 30 yil shahrimizdagi birinchi maktabda biologiya fanidan yoshlarga bilim berib keldim. 2022-yil 20-maydan Kelachi mahalla fuqarolar yig'iniga rais vazifasiga tayinlandim. Shu 3 yillik mobaynida men xizmat vazifamda 2022-yil avgust oyida mahalla iftixori ko'krak nishonini oldim. Sohibqiron Amir Temir ko'krak nishonini oldim. Men o'z ish faoliyatimdan mamnunman. Chunki meni rais bo'lgan paytimdagi Kelachi qishlog'imning hozirgi davrdagi Kelachi qishlog'idan ancha farqi bor. Chunki hozirgi paytda muhtaram prezidentimiz mahallalarga keng e'tibor qaratilyapti. Shu e'tiborlar natijasida homiy yordami bilan qishlog'im ancha infratuzilmasi o'zgardi. Asosiy va ichki ko'chalar asfalt qilindi, yangi transformatorlar o'rnatildi, suv inshootlari tortildi, mahallalarga tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Men o'z faoliyatimdan mamnunman. Bundan tashqari yana o'tgan yili birinchi markaziy Pop tuman saylov okrugiga deputat etib saylandim. Shu ish faoliyatim davomida xalq bilan birgalikda hamnafas bo'lib ish olib bormoqdaman. Kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar holidan xabar olib kelyapman. Qishlog'imizda ham o'tgan yili ayollar daftariga 136 ta ayol ro'yxatga olingan. 136 ta ayol yil davomida davlat tomonidan yordamlar berib borildi. Bepul viloyatlarga safarlar uyushtirildi. Hamma imkoniyatlar prezidentimizga rahmat, ayollarga e'tibor qaratib kelinyapti. Qishlog'imizda ayollari ham bundan mamnun. Mana Ramazon oyi arafasida biz ham kam ta'minlangan oilalar holidan, bemorlar holidan xabar olib kelmoqdamiz. Muhtaram prezidentimizga rahmat, biz ayollarga keng yo'l ochib beryaptilar. Hozir ayollar erkaklar bilan gender tengligi teng sohada ish olib bormoqda. Har bir sohani qarang, ayol rahbar, ayol vrach, ayol o'qituvchi, ayol uy bekasi va hokazo. Har bir sohada ayollar jadal suratlar bilan ish olib bormoqdalar.